Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bölümündə aile a'zolarini baxt qildigan narsalar ustida to'xtalamiz. Programmamızın iz mehmonlari ustoz Sirajiddin Azizi va Muhammad Yusuf Qarajimlar bo'ladi. Evvel so'zni shu Muhammad Yusuf Qarajimdan boshlaylik. Bu aile a'zolarini o'tirisidagi mehr muhabbatni kuchaytirishning chora tadbirlarini haqida bir tushuncha bahslar qilib marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmain. Endi aileni bəxtli qilishninki çareleri, usulları hemmesi təşvirəb gəlsək üzümüzdə barkən, insanlar həmmə nərsini üzümüz bilib turub, yoki köngül bilməyənlikdən, ayndaq səl qarğanlıqdan aşında boldu ikən, bu ailə digən nəhayət bək mühim həm də ailə digən cəmiyyətin ul temi, yaxşı insanlarmı, dünyanı suraydıgan insanlarmı, şu peyğəmbərlərmı, insanların hidayətli başı, şunu ailədən çoğunluğu çıxan, ailə aşında bək mühim həm də, ailəni bəxtlik, xoşallıq, ziyan zəhmətsiz, Allah Teala körsətken ötküzüş için onun ne cık çağrıları var. Yani biz bir qancha desek 3 tane çağrısını qısqartib digil bo'ldi. Mesela birincisi taqvolik. Taqvolik degan gapni nurg'un odamlar halqa ibodatni jiq qilish degandek bunday tushunadi. Bu taqvolik degan bunday gap emas. Taqvolik degan asli arabchadagi ittaqa yattaqi degan hamda saqlanish degan nimadan keldi ekan. Bu arab tilida deydi ittaqa bitarasihi deydi. Qalqini bilan saqlandi urush bo'lganda. O nima Uhud urushida musulmonlar mag'lub bo'lgan urushda Rasulullah'ın qishqi kelib, Rasulullah'ın oqisqi kelib turib urushgan sahobalar ittaqayna bir Rasulullah deydi. Rasulullah oğlu saqlandiq deydi. Buningdan chiqadiki Allah Teala'ga taqvolik qilish, Allah Teala'dan qo'rqish degan gapmi shu? Taqvo degan gapning o'zi bu qanday ma'noda desa, o saqlanish uchun Allah Teala'nın g'azabidan, azobidan, jazosidan saqlanish uchun Allohdan qo'rqan. Qo'rqqan odam qanday qildi? Qo'rqqan odam deganini qildi. Masalan biz shu bu yerda kamera va ishoratlardan mangsak, kim to'xtab diqqat qilib mangamiz. Siz mangmang degan yerda nimadan saqchidan qo'rqib, jazo keldi deb qo'rqib nima qilamiz masalan. Shuni qo'rqish endi. Qo'rqqandan keyin deganini qildi. Endi masalan oilada birinchi buningki baxtli qilishning birinchi sababi taqvolik deganning sababi hamda anda dishtikka taqvolik degan shu qisqartib kelsang o'zining mas'uliyatini tunish. O'zidan so'ragan odam xonning oldiga bormaydi degan gap bor bizda. Endi biz masalan o'zimizni so'rab, o'zimizni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha ashunda mangsak, masalan o'sha oilamizda ashunda bo'lsak, u chaqda Allohning g'azabiga uchrab qolmaymiz, oiladagilarni ranjitib qo'ymaymiz, jamiyatni ranjitib qo'ymaymiz. Masalan endi oilada bolalar qilishga tegishlikni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha shu bo'yicha joyida shu majburiyatimizni, vojibotlarimizni ado qilsak, ota-onalar qilishga tegishlikni shu Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha shu vojibotlarimiz, mas'uliyatimizni ado qilsak, unga jo'rlar, ayollar bisi-bisiga qilishga tegishlikni, tuqqanlar qilishga tegishlikni qo'shnilarga, jamiyat a'zolariga, musulmonlarga, butun insoniyatga hammasini nizom bilan ma'qul bo'lsang ziyon yo'qki. Masalan bir mashinani yo'lda haydab chiqqan odam qatnash qoidasiga rioya qilib mangsa, haqiqat 1000 kilometr yo'lga mangsimi ziyon tatmaydi-ki. Shunami? Endi u shu qoida bo'yicha men degan gap bu. Mas'uliyat tuyg'usi bilan yashang degan gap birinchi taqvo. Ikkinchisi desak endi qanoat. Bu qanoat degan bu boymi qanoat qilishga muhtoj, kambag'almi qanoat qilishga muhtoj. Boy qandoqdi? Pulim chiqqu, men qanday xaylasam xaylama deb nim qilmay, ozga qanoat qilib, yoki kunlik ehtiyojga qanoat qilib, ashuni qilib isrof qilmay yashashga muhtoj. Shunda qilish kerak. Kambag'al quldi bağa qanoat qilib, yo'qqa dardlanmay, Xudoga shukr qilib, Xudoning bergini mushukan deb shukr qilib, shunda yashashga tegishlik. Oilada qanoat bo'lsa, oila baxtli bo'ladi. Agar oilada qanoatli bo'lmasa, bu oilaga million dollar kirim kiritgan oila bo'lsin, baxtli bo'lolmaydi. Bu eng oddiy bir misol hamda. Eng kambag'al davlatlardagi insonlarning chiroyi qarayotgan bo'lsang, shunda kulib, xo'sh munda turib masalan eng taraqqiy qilgan Yevropa, Amerika davlatdagi odamlar qarshi chiroyidagi jiddiyat, stres hamda shu munda yani aldırışçılık, yani baxt saadetinin əsrini kögül bo'lmaydi demişik qanoat bo'lmaganlikdan. Ailəni psixologlar deydi. Ailəni
baxtsiz qiladigan sabablar bakchiq, ammo oilani baxtli qilgan birla sabab bor, u qanoat edi. Qanoat xotin kishida qanoat bo'lsa, erini harom yegil qo'ymaydi. Ballada qanoat bo'lsa, dadisini kishining haqqini yegil qo'ymaydi. Endi muhtoj qilmaydi. Qanoat bo'lsa, baxtli bo'ldi. Uningdan keyin uchinchi sevgi, muhabbatni izhor qilish. Har qanday aile o'zining oilasini suydi, uning shak yo'q. Har qanday odam dunyoda ota-onasini eng qarib qilib, bolalarini yaxshi ko'rdi, o'zining oilasini yaxshi ko'rdi. Bu kofir, musulmon hammasi o'xshash. Bu tabiiy ahvol. Ammo mushu muhabbatni izhor qilishda insonlar o'xshash emas. Ba'zi inson men yaxshi ko'raman deydi, uni izhor qilmagandan keyin bola uningdan nilqi bolalari yo oilasi uningdan nilqi suv ichmagandan aning nilqi nimani istagan narsani muhabbatni topamagandan shu iPhone'ni olib yoki iPad'ni bir kirib oldi. Shuning bilan bütün xo'shalligini shuningdan topadi. Chunki oila bisini suv ichmaydi. Anda qilmay masalan biz muhabbatimizni izhor qilsak, masalan Rasulullohning tahadu tahabbu degan gap endi boshqalarga hadiya qilgan emas, o'zingizning oilasidan boshlang, o'zingizga qilmasin. Bir narsa hadiya qilsangiz, bisingiz yaxshi ko'rsiz. U bir yaxshi ko'rishning choralaridan birisi hamdi masalan. Ayda nima qanday qilsa qilib hammalarninki shu nimasini diqqatini o'ziga tortitgan ashunda ish qila olsa oila a'zolari u boshqa narsalar bilan televizor bilan internet bilan iPad bilan bulab ketmaydi asli. Ammo biz o mehr muhabbetimizni izhor qilolmagandan 5 minut bolalarimiz bilan o'tirib chiroyli gap qilib yoki chiroyli bir qissani aytib yoki bir mundaq bir bisimizning ko'nglini elib bisimizning ko'nglida suv ichmaganlik uchun hammadan o'zi aşı telefonda oladi endi aşı da'vatda. Shunga mehr muhabbatimizni shu mehr muhabbatimizni jonlantirish va izhor qilish uchun biz aşı Alloh taolo shariatda ko'rsatgan bo'yicha bütün aşı amallarni hammasini qilishga muhtoj biz endi oilamizni baxtli qilish uchun. Aqlli odamlar shu biratda qo'lidagi suv bilan o'zininki oilasini baxt qilar ekan. Almuhim shu kunini, shu soatini, shu daqiqalarini baxtga aylantirish uchun illiq chiroy bilan bir bolasi suv sunmoqchi bo'lsa, xonimiga sunib illiq chiroy bilan qilsa boshqacha. Hatto qo'llarda katta ne'matlar bo'lib turib, shuncha tasir turib, agar hikmat bo'lmasa, yaxshi illiq so'yilgan muomala qilmasa, o bidan uyda shu jiddiy majrani men Qozog'istonda muallimlik qilayotganda bir yer iftorga chaqirganda turk muallimlar o'tirib iftor qilyapmiz. Bizning yerimizda o'tirgan muallimdan birisi ashani bidani olmani olib bolasqa kuchugin bir xatni yozib, siz mushuningda iftor qiling, sizga ko'nglim gilim siqildi deb bidani olmani xotning avatida. Halbuki xotining oldida jiq ba o olma. Bizning oldimizdan ba. Ammo ba narsa. Ammo o menga shunda ta'sir qildi. Hozir 20 yil bo'lib unutmayman. Kuchugin bir ish hamdi, ba ish. Aqlli qilyapti qildi. Xotin hamdi oldida olma bor, lekin iridan bir olma kelgan qanchalar qo'shilib ketganligini hamda o'zi biladi hamda uni. Aytsak, ya'ni xo'sh qilib buludi qo'limizda. Shuni bilmaymizga yoki ko'ngil bilmaymizga, kichik sanaymizga ishlancha asli. Shu yil oila majralarining ko'pi arzimas darslardan kelib chiqadigan gap. Shuni o'sha xursandlikmi? Ko'zgilmagan bir narsalardan aytganidek, o baxt qanday qilsak qilib shu daqiqalarni baxtli o'tishga ailələrimizin, balalarımızın xursandlik bilan o'tkazishga shu tirishsak, buning uchun shu har odam o'zining aql parasini ishlashga to'g'ri keldi. Qaramsizlar aynan anglaydi bundan tajribalarni. Endi bismillahirrohmanirrohim. Hayotda eng muhim bo'lgan masala bir insonningki ruhiy istiqror, muqimligi muhim. İnsanning ruhiy muqimligi, insonda bir baxt saodatning bo'lishi shu oilaga bog'liq. Oilada baxt saodat bo'lsa, endi u inson haqiqiy baxt saodat bo'la olmaydi. Endi shu oilaning bir baxtini saqlash, haqiqiy bir uyushgan baxtli oila qurish uchun üstqarmı deb o'tdi, nurg'un omillar kerak endi. Buni nurg'un bedel to'lashga to'g'ri keladi. Endi Payg'ambar alayhisolamninki eng muhim mashhur bir hadisi bor. Bir sahoba kelib, "Ey Rasululloh, menga vasiyat qilsang" deganda, Payg'ambar alayhisolam achchig'ingni besib ol, achchig'lanma degan. Yana undan keyin yana vasiyat qilsang degan 3 qatim takrorlagan, 3 qatim achchig'ingni besib ol, achchig'lanma degan. Shu bu insonninki baxt saodatni vayron qiladigan, insonning ruhiy kayfiyatini buzadigan narsa insonning achchig'i endi. Bu achchiq ba'zi insonlarda xuddi ba'zi insonlar tashqi dunyosi, tashqi ko'rinishini aytib mehribon, ko'limsirab turadigan, axloqli, bak madaniyatli ko'rinadigan ba'zi insonlar
uyga eshikdan kirgandan keyin vaqirab, jaqirab, uyni beshiga kiyib, uni urib, buni tepib qilgan ekan. Mush ishlar faqat bo'lmaydigan ishlar. Yaqin bir anglayotimiz ba'zi qarindoshlar o'zining oilasida shunday bolalarini telefon o'yinidan deb qo'ldan telefonni tortib sundirayotgan, qo'shnisining uyiga chiqding deb o'g'il qizlarini kepishlar bilan urib mushlayotgan. Bu endi haqiqiy bir axloq egasiga yarashmaydigan, haqiqiy bir baxtlik oilaga eng zid buzg'unchilik qiladigan omillar. Shu sababdan mencha haqiqiy bir baxtlik oila uchun bu kam bo'lmaydigan masaladan bir ikkisi var. Birisi o'ziga hokim bo'lib ochiqlanmaslik, ikkinchisi chepilmaslik. Yani bazı adamlar davomli uyli bolalar, xotin bolalarga chepiladigan, hatto atkan tamoqqimi chepilib, buning tuzukan bo'lib qolibdi, yig'iji bo'lib qolibdi, ya o'labdi, bo'labdi deb shu atkan narsani qusur topadigan ishlar bakchiq, shu eng insonni rahatsız qiladigan, baxtsiz qiladigan ishlar shu. Hatto o'zingning bola qilaringmi? Ben balani yaxshi tarbiyalayman, buni baxtli qilaman, yaramli odam qilaman deb shunday ochiqlab, urib tillab qiladigan ishkan. Bu insonni uradigan ish eng xatarlik ish. Bo'lib o'zingning oilang, bolalaringni urish, bu balaninki shaxsiyatini yo'qotadi, oilaning izzatini yo'qotadi. Bundaq oila baxtli bo'lmaydi. Bundaq o'zida tayoq yeb cho'ng'gan, dadasidan qo'rqib cho'ng'gan bolalar davomli yolg'on so'zlaydigan, har qanday ishini kishilardan maxfiy qiladigan, shunday bir holat, psixik holati paydo bo'ladi endi. Salbiy. Mushu sababdan insonlar haqiqiy baxtli oila qurish uchun shunday qurbon berishga, sabrchan bo'lishga, kang qo'rsoq bo'lishga muhtoj. Zali buni qilmasak, u vaqtida biz haqiqiy baxt oila qurolmaymiz. Ammo bu haqiqiy baxtlik oilani qurish uchun boshda o'tgandek sabablarni biz hech bo'lmasa irodamizning sirtida bo'lsin bir tajriba qilib baqsak, yashab baqsak, bir hafta 10 kun mesela insanlar gapni qilyotdi. Men buni hayotimda bir yashab baqay, buning natijasini ko'rib baqay degandan keyin haqiqiy turda baxtli oilaning qanday bo'ladiganligi, baxtsiz oilaning qanday bo'ladiganligi va baxtsiz oilaning oqibatining qanday bo'ladiganligini biz yaxshi bilalaymiz. Ustazlardan Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, sözümüzü bir yerde ahırlaştırırız. Vaqtdan chiqarib diqqat qilib kirpaginiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qaytib tushirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.